Sizlar internetda ko'rasizlarmi? Xuddi shu kofe mashinani oldiga bitta mashinachi va korobkasini qo'yib, atigi $300 sotishyapti. Mana sizlarga italyanskiy pompali kofe mashina olib kelib qo'ydim. Bu kofe mashina 3 va 1 bo'ladi. Hozir ochib sizga ko'rsatib beraman. Bu kofe mashinamiz 3 ta kategoriyada ishlaydi va tokingizni ekonom qilib beradi. 3 va 1 kofe mashinamizda 3 xil nasatkasi mavjud. Birinchisi Nespresso, ikkinchisi oddiy kofedan solish uchun, ikkinchisi esa Dolce Gusto. Kofe mashinamizning tashqi ko'rinishi esa avtosalondan yangi chiqqan mat Gentra'ga o'xshaydi. Qora Gentra'miz to'liq sensor orqali boshqariladi. Hamma joyda $300 sotilayotgan xuddi shu kofe mashinani faqat bizning obunachilarimiz uchun $79 qilib beraman. Buyurtma berish uchun shu raqamdagi murojaat qiling.